2026-yilda bon bo'yicha egirmalarini boshladik. Spandli garniturlarimizda bitta ko'rib qo'yishlaringiz mumkin. Spandlilarimizni общий ploshd razmeri 270 ga 270 bo'ladi. Xohlovchilar sofasini ajratib qo'ysa agar 220 qoladi. Matrasimiz 170 ga 220. Tumishkalarni ham ajratib beraman deydiganlar uchun tumishkalar ham bemalol ajraladi. Spandli do'zi ham o'ta chiroyli turadi. Undan tashqari shkaflarimiz bor. 220 ga 215 sm razmerda. Shkaflarimiz ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Pastda polkalari, tepada mujskoy vishilkalari. Endi ikkinchi tomonni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi tomonida tepada seyflari, bosh kiyimlar uchun joy, uzun kiyimlar uchun vishilkalarimiz bor. Xo'p, undan tashqari trimolarimizni ham ko'rib qo'yishlaringiz mumkin. Trimolarimiz 135 sm qilib ishlangan. Tepasida sekretniy joylari bor. Undan tashqari bitta tortma, ikkita eshik bilan jihozlangan. Furnituralariga keladigan bo'lsak, vakuum. Spandli boshida tortmalariga keladigan bo'lsak, tortmalarda ham sekretniy joylari bor. Bundan tashqari taylarda tortmasi bor. Ushbu spandli garniturimizni narxiga keladigan bo'lsak, mana shu o'xshi ko'rib turgan komplektlar atiga 6.800.000 so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Joyga qarab kelishgan holatda dastavkalarimiz pulli bo'ladi. Kimgadir zarur bo'lsa aloqaga chiqasizlar, chiroyli narxlarda yetkazib o'rnatib beramiz. Tagida yarim sondig'i ham bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar.